O'tayotgan haftada o'zini ko'rsatgan yoshlarimizga ham to'xtalsak, Hindiston poytaxtida og'ir atletika bo'yicha o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionati o'tkazildi. Unda Osiyoning 18 davlatidan barcha vazn toifalarida 220 nafar sportchi ishtirok etdi. Eslatib o'tamiz, o'tgan yili xuddi shunday Xitoy chempionati Toshkentda bo'lib o'tgan va unda Osiyoning 25 ta davlatidan 400 nafar og'ir atletikachi ishtirok etgan edi. O'shanda mamlakatimizdan 40 nafar sportchi jami 72 ta medal, yoshlarda 12 ta oltin, 14 ta kumush va 16 ta bronza, o'smirlarda esa 13 ta oltin, 13 ta kumush va 14 ta bronza medallari qo'lga kiritilgan. Umumjamoa hisobida birinchi o'rinni aynan O'zbekiston vakillari egallashgan. Chempionat doirasida 8 ta Osiyo va 7 ta jahon rekordi o'rnatilgan. Bu yilgi musobaqada O'zbekiston sharafini 36 nafar sportchi himoya qildi va ular ham yuqori natijalarni ko'rsatishdi. Jo'rabek Zoirov va Nurullo Tog'ayev boshchiligidagi og'ir atletika bo'yicha milliy terma jamoamiz qit'a startida to'liq tarkib bilan ishtirok etdi. Har ikki yosh toifasida 36 nafar sportchi. Eng katta tarkib egalari bu O'zbekiston va mezbon davlat Hindiston bo'ldi. Terma jamoa tarkibida yoshlar o'rtasida sayyoramiz chempioni Yermatov Diyorbek, jahon medali sovrindori Olimov Hojiakbar, yoshlar o'rtasida Osiyo chempioni Husanboy Matrasulov, o'smirlar o'rtasida Osiyo chempioni Qurbonmurod Namozov kabi taniqli og'ir atletikachilar bor. So'nggi yillarda kattalar va yoshlar o'rtasida Osiyo chempionatlarida natijalar bo'yicha Yevropa chempionatlaridan ortda qolayotgani yo'q, aksincha o'zib ketmoqda. Masalan, Toshkentda bo'lib o'tgan kattalar o'rtasidagi 2021-yilgi Osiyo chempionatida ko'plab super natijalar, jumladan 2 kurash bo'yicha 3 ta rekord, erkaklar o'rtasida 49 hamda 59 kilogramgacha va undan yuqori vazn toifalarida, shuningdek 87 kilogramdan ortiq vaznda ayollar o'rtasidagi bellashuvlarda qayd etilgan. Poytaxtimizda o'tkazilgan yoshlar va o'smirlar o'rtasidagi qit'a birinchiligida esa O'zbekiston vakillari umumjamoa hisobida peshqadam bo'ldi. Yoshlar o'rtasida medal va umumjamoa hisobida chempionlik ham O'zbekiston milliy terma jamoasiga tegishli. Qizlar o'rtasida mamlakatimiz vakillari medallar hisobida ikkinchi o'rinni egalladi. Shuningdek, 2 ta Osiyo va 1 ta jahon rekordi qayd etildi. Hindistonda o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatida 73 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasidagi bellashuvlarda hamyurtlarimiz g'alaba qozonganligini alohida ta'kidlaymiz. O'smirlarimiz ham, yoshlarimiz ham muvaffaqiyatli chiqishlari evaziga 9 ta medalni qo'lga kiritdi. O'smirlar o'rtasidagi bahslarda Hikmatillo Haydarov dast ko'tarishda 127 kilogram, siltab ko'tarishda 160 kilogram va 2 kurashda 287 kilogram natija ko'rsatib, mutlaq chempionlikni tantana qildi. Shuningdek, ushbu yo'nalishda ishtirok etgan Isroilbek Ismoilov umumiy hisobda 264 kilogram bilan 3 ta bronza medaliga ega chiqdi. Yoshlar toifasida qatnashgan Abdulaziz Alimjonov esa 2 kurash bo'yicha 293 kilogram bilan barcha yo'nalishlarda kumush medallarga sazovor bo'ldi. Yoshlar toifasidagi musobaqada Nursulton Esbergenov, Batirbek Paraxatov, Hojiakbar Olimov va boshqalar oltin medallarga ega bo'lishdi. O'smirlar o'rtasidagi bellashuvlarda ishtirok etgan Diyorbek Ermatov dast ko'tarishda 145 kilogram, siltab ko'tarishda 177 kilogram va 2 kurashda 319 kilogram bilan mutlaq chempionlikka erishdi. Osiyo chempionatida qizlarimiz ham shohsupaga ko'tarildi. 59 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida Lyudmila Eleftriadi oltin medalni qo'lga kiritdi. Hamyurtimiz dast ko'tarishda 3-chi, siltab ko'tarishda esa 2-chi o'rinni egalladi. 2 mashq yig'indisida oltin medalni qo'lga kiritdi. Demak, yoshlar terma jamoasining bosh murabbiyi Jo'rabek Zoirov ushbu musobaqa tafsilotlarini so'zlab beradi. Shu musobaqada O'zbekiston yoshlar va o'smirlar terma jamoasi to'liq tarkibda ishtirok etyapmiz. O'smirlar o'rtasida musobaqamiz yakuniga yetdi. Ertaga yoshlar o'rtasida o'ta og'ir vazn toifasida sportchilarimiz qoldi. Musobaqaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bizlar 10 ta yosh o'smirlar, 10 ta yoshlar to'liq tarkibda 20 sportchi. Qizlar terma jamoasi bo'lsa 10 ta o'smirlar, 6 ta yoshlar to'liq tarkibda ishtirok etishdi. Bolalarimizga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, o'smirlar o'rtasida 10 ta sportchimizdan 8 ta vazn toifasida sportchilarimiz oltin va kumush va bronza medallarga sazovor bo'ldi. Bularning ichida umumiy hisoblaganimizda o'smirlar o'rtasida 9 ta oltin, 3 ta kumush va 9 ta bronza medallar qo'lga kiritib, umumiy jamoa hisobida biz 20 davlatdan ortiq davlatda ikkinchi o'rinni egalladik. Sportchilarimiz har bitta vazn toifasida
o'zini shaxsiy rekordlarini qo'yishdi hamda yana bir sportchimiz Haydarov Hikmatullo 73 vazn toifasida 3 ta oltin medal qo'lga kiritib, u Osiyo rekordini yangilash uchun urinib ko'rdi, lekin bo'ysundira olmadi. Lekin bu nimadan dalolat? Bu sportchilarimiz Osiyo rekordlariga ham urinib ko'rishdi. Yoshlarga keladigan bo'lsak, yoshlarimiz mana to'liq tarkibda ishtirok etyapmiz. Ular ham shohsupada oltin, kumush, bronzalar olib turibdi. O'rta og'ir vazn toifasida Namozov Qurbonmurod, Osiyo sovrindori Abdurashidov Nurbol ishtirok etadi. 109 vazn toifasida, o'rta og'ir vazn toifasida Toshkent viloyat sportchisi Abdulla Amir ishtirok etadi. Osiyo chempionatiga birinchi marta to'liq qizlar, yoshlar, o'g'il bolalar, yoshlar, o'smirlar komandada ishtirok etyapmiz. Bu 36 ta sportchi bu Osiyo chempionatiga ishtirok etyapti. Bu juda ham katta rezerv. Men o'ylaymanki, jahon chempioni Tursunboy Jabbarova yoki Akbar Jo'rayev, Ruslan Nuriddinovlar o'rin bosar sportchilar o'sib kelmoqda. Chunki bular orasida Osiyo rekordini yangilash uchun sportchilarimiz boryapti. Men o'ylaymanki, bular ichida juda ham talant sportchilarimiz bor. Shu o'quv mashg'ulot yig'inlarimiz uzluksiz bo'lib turibdi. Bunga ham juda ham davlatimiz rahbariga hamda Yoshlar siyosati, sport vazirlik, Olimpiya qo'mitasi, O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasiga juda ham minnatdorchilik bilamiz. Chunki sportchilarimiz o'quv mashg'ulot yig'inlarini uzluksiz qatnashib kelmoqda. Shu musobaqaga 1 yildan ortiq davom tayinlandik. Chunki o'quv mashg'ulot yig'inlari uzluksiz bo'lib o'tdi. Shu o'quv mashg'ulot yig'inlari uchun uzluksiz bo'lgani uchun biz shunaqa yaxshi natijalarga erishmoqmiz. O'zbekiston yoshlar va o'smirlar terma jamoasida 10 nafar o'smirlar, qizlar ishtirok etdi, 6 nafar yoshlar ishtirok etdi. Bularning orasida eng yosh sportchilarimizdan 2009-yilda tug'ilgan sportchilarimiz Jabbarova Sahnoza hamda Lolaxon Abdurashidova ishtirok etdi. Abdumutolova Marjona ishtirok etdi. Bu 2009-2008-yilda tug'ilgan sportchilarimiz. Bu sportchilarimiz 2025-yil Toshkentda O'zbekistonimizda bo'lib o'tadigan o'smirlar Osiyo o'yinlariga ishtirok etadi bular sportchilarimiz. Hozirdanoq bizlar 2025-yil bo'lib o'tadigan Osiyo o'yinlariga tayyorgarlikni boshlab yubordik. Yoshlar o'rtasida Jahon chempionati bo'lib o'tadi. Bu oktyabr 25 va 5-noyabr kunlari Meksika davlatida. Bu musobaqada mana shu saralab olamiz sportchilarimiz, eng yaxshi iqtidorli sportchilarimiz shu yoshlar o'rtasida jahon chempionatiga ishtirok etadi. Ular orasidan qizlardan terma jamoasi Abdullayev Nigora, yoshlar o'rtasida jahon chempioni, Suvonova Nigora, yoshlar o'rtasida jahon chempionati sovrindori, Matrasul Husanboy, yoshlar o'rtasida jahon chempionati sovrindori, Hojiakbar Olimov mana hozirgi musobaqada Osiyo chempioni bo'ldi. 89 vazn toifasida bu sportchimiz ham hali yoshlar. Yosh bu sportchimiz ham Meksikada bo'lib o'tgan jahon chempionatiga ishtirok etadi, xudo xolasa. O'tib borayotgan haftada navbatdagi Osiyo chempionati o'z nihoyasiga yetdi. Natijalarga to'xtaladigan bo'lsak, umumjamoa hisobida o'smirlarimiz, shuningdek qizlar 1-o'rinni, yoshlar terma jamoasi vakillari hamda qizlar 2-o'rinni egallashdi. G'alabalar bardavom bo'lsin.